Hop, bugungi darsimiz Xudo xohlasa Scratch'dan eng birinchi dars hisoblanadi. Boshidan boshlab tushuntirib ketaman. Scratch'ga kirish odatda unchalik murakkab bo'lmaydi. Hop, Scratch deb yozadigan bo'lsak, mana bu birinchi chiqqan saytga, ya'ni Scratch MITga kirishligimiz kerak bo'ladi. Mana kirganimizda xuddi shu ekran chiqadi va eng birinchi so'zni ustiga bosamiz, ya'ni logotipdan keyingi so'zga bosamiz, create degan. Bu tashqi ko'rinish, ya'ni interfeys ayrim kompyuterlarda ruscha chiqadi, ayrimlarda o'zbekcha va ayrimlarda inglizcha chiqadi. Biz shu yerdan logotipni yonidagi birinchi menyuni bosib kirishimiz kerak. Qaysi tilda chiqishidan qat'iy nazar. Hop, create bosaman. Hop, mana bizni Scratch bo'yicha oynamiz chiqdi. Interfeys haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Scratch'da yuqori qismida bizda menyular joylashgan. Bu menyulardan birinchisi settings, ya'ni sozlamalar. Sozlamalar qismida ikkita qismi bor, bo'limchasi language va color mode degan qismlari bor. Hop, language'dan o'z navbatida bilinib turibdi, tilni sozlab olsak bo'larkan. Hop, maslahat beraman, ingliz tilida Scratch'dan foydalanishni. Hop, keyingisi color mode. Color mode bu dasturni temasi. Ya'ni agar buni high contrastga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, mana kod bloklarini rangi o'zgarib qoldi. Endi original formatga qo'yadigan bo'lsak va eski holatiga qaytib qoldi. Endi kimgadir qaysi yoqsa bemalol qo'yib ishlata oladi. Faqatgina ikkita temasi bor xolos. Original va yuqori kontrast degan qismlar bor. Hop, keyingisi, hop, aytaylik, men birorta kod yozib ko'raman. 10 qadam yursin va 10 ga aylansin degan. Hop, buni pastga tushirib qo'yishni ilojisi menimcha bo'ldi. Agar buni ustiga bosadigan bo'lsam, 10 qadam yuradi va 10 ga aylanib ketaveradi. Mana men shunaqangi dastur tuzdim. Yana bular to'g'risida batafsil to'xtalib o'taman. Endi fayl qismiga bosadigan bo'lsam, fayl qismida 3 ta menyu bor. Submenu bor. New qiladigan bo'lsam, mendan yangi loyiha ochishimni so'raydi. So'rash jarayonida hozirgi yozgan kodlarni o'chib ketishiga rozimisiz degan ma'noda ogohlantirish chiqadi. Ya'ni yangi oynaga aylantirib beraylikmi hozirgi oynani degan ma'noda. Agar ha'ni bossam, yangi oyna ochib beradi, yangi dastur ochib beradi va yozgan kodlarim o'chib ketadi. Menga hozir bu kerak emas. Faylni qayta bosaman. Eng oxiridagi tugmani, ya'ni 3 ta tugma bo'ladigan bo'lsa, eng oxiridagisini bosadigan bo'lsam, yasagan dasturimni saqlab beraman. Hop, loyihaning nomi Scratch Project 3 nomli loyiha bilan muhrlandi. Xo'p, endi bu jarayonni kompyuterlar turiga qarab, agar sizda bu misol uchun eski dasturlarda bo'ladi-ku, Word yoki Excel'lar ishlatadigan bo'lsak, saqlanish qiladigan bo'lsak, qayerga saqlay faylni degan oyna chiqishi kerak. Endi ayrim kompyuterlarda chiqadi, ayrimlarda chiqmaydi. Chiqmasa, to'g'ridan to'g'ri download qismiga yoki ruschada загрузки qismiga, kompyuterimiz xotiramizdagi загрузки qismiga tushishi mumkin. Xo'p, endi qarang. Saqlangan faylni to'g'ridan to'g'ri ochadigan bo'lsam, ustiga bosaman, papka orqali topib olish bosaman, bosdim. Buni ustiga bosadigan bo'lsam, dasturni to'g'ridan to'g'ri ochmaydi. Ochadigan bo'lsa ham mana bu ko'rinishdagi tushunarsiz dastur emas, belgilar chiqarib tashlaydi. Hop, mani kompyuterimda ochsa, endi ayrimlarnikida ochmasligi ham mumkin yoki mana shu ko'rinishdagi tushunarsiz belgilar chiqishi mumkin. Xo'p, unda Scratchda yasalgan dasturimni qanday ko'rib olaman natijasini deydigan bo'lsak, buni qanday qilamiz? Scratchdan mana bu fayl menyusini bosamiz va ikkinchida turgan load from your computer degan bo'limni tanlayman. Bu nima degani? Kompyuterdan loyihani yuklab oling degan ma'noda ketyapti. Mana загрузки qismiga tushaman va hozirgina saqladim. Mana 21:33 vaqti bilan Scratch Project 3. Ushbu dasturni tanlayman va открыть bitta bosadigan bo'lsam, eski kodlari mana qoldi.
Hop, Scratchdagi loyihani ochishni birdan bir uslubi mana shu. Boshqa holatda ochib bo'lmaydi. Edit bo'limi orqali ikkita qism joylashgan. Turbo rejim bor va restore degan qismi bor. Keling bizga bitta sprite ochaman. Hop. Endi mana shuni o'chirib tashlayman. Restore ko'radigan bo'lsam, mana restore sprite degan bo'lim ochilib qoldi. Bu nima qilib beradi? Restore sprite bosadigan bo'lsam, bitta oldingi ishimni qaytarib beradi. Ctrl Z bosib beradi. Qisman ma'noda mana. Hop. Endi pastdagi qism bo'lsa turbo mod. Mashina poyga o'ynaganmiz aka? Telefonda yoki kompyuterda? Xo'p, o'ynaganimizda yo'lda qanaqangidir nitrolar chiqadi, to'g'rimi? Nitroni oladigan bo'lsangiz, misol 100 da ketayotgan bo'lsangiz, 200 ga chiqib ketasiz. Birdaniga olgan paytingiz qanchadir sekund ana shu 2 barobar tezlikda ketasiz. Xuddi shu narsaga o'xshagan turbo rejim. Misol uchun bu sprite'da qanday bo'lishi mumkin? Turbo rejim. Keling, men sizga tushuntirib bera qolay. Bayroqcha bosilganda har doim forever bu kodlar nima vazifa bajarishini darslarimiz davomida ko'rsatib boraman. Har doim 10 qadamdan yursin degan bo'lsak, misol uchun buni yo'nalishini to'g'rilab qo'yishim kerak. Olma emas. Olmaga yozib qo'ydim. Mayli, bo'laveradi. Buni yashirib qo'yaman. O'taman. Bayroqchani bitta bosadigan bo'lsam, xo'p, bu yoqqa borib qoldi, qarang. To'xtatsam ham mana ana shu yoqdan bu yoqqa ketmayapti. Sababi dasturim aktivniy holatda ishlab turibdi. Buni to'xtataman va bu yoqqa qo'yaman. Ustiga bosaman, sekin yurib ketyapti. Sekin emas, o'rtacha tezlikda yurib ketyapti. Yurayotganligini ko'ryapmiz. Xo'p, keling bunday qilaylik. Buni bu yoqqa qo'yaman. Ha deb tortib ololmayman-da, mana shu joyga belgilayman. Edit bo'limidan turbo modni yoqaman. Yoqqanim qayerdan bilaman? Yonganini. Mana bu yerda turbo mod degan so'z chiqib qoladi. Mana shu so'z chiqsa, demak turbo rejim yoniq degan. Endi bayroqchani bitta bossam, mana shu yerda paydo bo'lib qoldi. Oradagi yurishga ketayotgan vaqtni chopadi. Bittada shu joyda paydo qilib qo'yadi. Endi buni o'chirish uchun nima qilaman? Mana shu bo'limga kelaman va shuni ustiga qayta bossam, mana bu yerdagi belgi yo'qolib qoldi. Va dasturni to'xtataman. Xo'p. Aha. Tutorials, ya'ni mana bu yerdan Scratchni o'rganish bo'yicha o'quv qo'llanmalar bor. Qandaydir ma'noda dasturlar ko'rsatib o'tilgan, bu yoqdan ham o'rgansak bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan filtrlar bosib bo'ladi. Animatsiyaga oid, dizayn, musiqa, o'yin va hikoyalarga oid bo'limlari ham bor ekan. Debug orqali qandaydir Scratch yuzasidan Scratch bo'yicha yuzaga kelgan muammolarda bu yoqda berib o'tilgan. Hop, Join Scratch va Sign in orqali Scratchdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Hop, ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, Scratchda oldin qilgan ishlarimiz istoriya sifatida kutubxonada saqlanib qoladi. Endi ro'yxatdan o'tmasdan ishlatadigan bo'lsak, hozir yasagan narsamni o'sha Scratchdan chiqib ketdimi, bo'ldi. Uni xotirasidan ham chiqib ketadi. Maslahat beriladi, Scratchdan ro'yxatdan o'tib ishlatish. Va ro'yxatdan o'tib ishlatadigan bo'lsak, yasagan loyihamizga ID beradi. Bu ID beradigan bo'lsa, bilasiz, IDni kimgadir tashlaydigan bo'lsangiz, loyihani IDsini to'g'ridan-to'g'ri ochib yuborish ham mumkin. Xuddi shu ma'noda ochib beradi. Hop, menyular qismini tanishtirib bo'ldim. Savollar aka. Ular yo'q, tushunarli. Aha. Endi asta-sekin pastga tushaveramiz. Past qismi ham o'z navbatida 3 ta bo'limga bo'linadi. Chap qismi, o'rta qismi va o'ng tomon qismi. Chap qismi ham ichki 3 ta tablarga bo'lingan. Kod qismi, kostyum qismi, sound qismi. Hozir siz bilan ushbu darsda kod qismidan faqatgina
motionni tanishga harakat qilib ko'ramiz ulgurganimizcha qolgan vaziyatga qaraymiz. Xo'p, kod qismida umumiy misol uchun Scratch dasturlash tili o'zi boshida ma'lumot berganman. Scratch bu bolalar uchun dasturlash tili hisoblanadi. Haqiqiy dasturlashdan farqi nima deydigan bo'lsak, haqiqiy dasturlashda birorta dastur yozmoqchi bo'lsak, uni harflab birma-bir yozib chiqamiz. Endi Scratchda bo'lsa bunaqangi emas. Sabab aynan 10 qadam yursin yoki 10 ga burilsin degan buyruqlar bunda kod bloki sifatida yozilgan. Ya'ni mana bu har bitta bo'lmachalar bu kod blogi deyiladi Scratchda. Endi mana shuni orqasiga harflab dasturchilar kod yozib chiqishgan va shu holatda ixchamgina qilib bizga olib kelib berishgan. Xo'p, endi biz Scratch dasturchisi sifatida qanday ishlata olamiz? Mana shu kod bloklarni, ya'ni buyruqlarni ketma-ketligini to'g'ri qo'yish orqali biror bir dastur tuzsak bo'ladi. Xo'p, dasturdan foydalanish quyidagicha. Qayta-qayta foydalanyapman, o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Kod blogini ustiga kelib, xo'p, mayda emasmi? Yo'q, me'yorida. Xo'p, kod blogini ustiga kelib, ushlayman va o'rtaga tashlayman. Buni kichraytirib qo'yaveraman. O'rtaga tashlasam mana keldi. Endi buni o'chirib tashlash uchun ushlayman va bu chap tomonga olib qo'yib yuboraman. O'zidan o'zi yo'qolib qoladi. Shaklni ko'radigan bo'lsangiz, pastiga qanaqangidir ortiqcha joylari ham chiqib qolgan. Keyingi kod blogida bo'lsa, tepasi o'yilgan ichkariga qarab, pasti bo'rtib chiqib qolgan. Bu degani tepasidan yana boshqa kod blogi ulanishligi mumkin. Pastiga ham xuddi shu ko'rinishdagi tepasi o'yilgan kod blogi tushishi mumkin. Misol uchun mana Forever'ning tepasi ham o'yilgan. Endi bulardiki bo'lsa o'yilmagan. Ya'ni buni tepasidan hech qanaqangi kod blogi qo'yib bo'lmaydi degani. Endi tushunmasligingiz mumkin, bular nima yoki aynan nima vazifa bajarib beradi. Dars davomida tushuntirib beraman. Xo'p, endi mana shu jamiki Scratchdagi buyruqlarni dasturchilar nima qilishgan? Sortirovka qilib berishgan. Ya'ni harakatga oid bo'lgan kod bloklari, ya'ni buyruqlarni motion, ya'ni harakat degan bo'limni ichiga solib berishgan ekan. Misol uchun sprite nima deydigan bo'lsangiz, mana shu Scratch dasturimizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan jamiki personajlar. Ya'ni qahramon geroylar deb tushunsak bo'ladi. U qahramonlarni o'zimiz noldan yasab olsak ham bo'ladi. Hop. Ana shu qahramonni yurishga, ya'ni harakatlantirish degani faqat o'ngga, chapga, tepaga, pastga yursin degani emas. Joyida turib aylansin yoki bo'lmasam tasodifiy joyda paydo bo'lib qolsin, yo'nalishini o'zgartirsin. Shunaqangi harakatga oid bo'lgan buyruqlar hisoblanadi. Endi mana shu buyruqlarni, ya'ni kod bloklarini motion degan bo'limni ichiga solib qo'yishgan. Xo'p, keyingisi bizda looks bo'limi. Looks degani ko'rinishlar degani. Ya'ni mana shu olmani ko'rinishiga oid bo'lgan, tekshirtirib olaman ekan. Olmani ko'rinishiga oid bo'lgan jamiki buyruqlar looks degan bo'limni ichida joylashgan. Ya'ni sayni oladigan bo'lsam, ustiga bitta bossam hello degan so'z chiqarib beradi. Ya'ni tashqi ko'rinishda qandaydir hodisa sodir bo'lyapti. Buni boshqa ko'rinishlari ham bor. Misol uchun olma bo'ladigan bo'lsa, kostyum qismiga o'taman. Buni o'ng tugmani bostirib dublikat qilaman. Tushunmayotgan bo'lsangiz, bu tashishga o'rin yo'q. Nomi shart emas. Hop, bu yerdan kraska banka olib, ikkita olmani yasab qo'ydim, bo'yab qo'ydim. Birinchisi qizil olma, ikkinchisi binafsha rang olma. Juda yoqadi. Yashilga bo'yayman. Bu yerda aytishim mumkin, ikkinchi ko'rinish, ya'ni yashil olmani tanlab ber qo'ysam bo'ladi yoki apple 1 qizil olmani tanlab ber deydigan bo'lsam bo'ladi. Endi kod blogini, ya'ni buyruqni ishga tushirishim uchun
aynan mana shu buyruqni ustiga bitta bossam ishlab ketadi. Bu faqat bir martalik. Hop. Yoki next costume degani bor. Kostyum qismidagi mana bu har bitta bo'lmachalar bizda ko'rinish hisoblanadi. Ya'ni kostyum hisoblanadi. Next costume degani keyingi kelgan birorta ko'rinishga o'tkazib bergan degani. Razmerni o'zgartirsak bo'ladi, o'lchamini kattalashtirsak yoki kichkinalashtirsak bo'ladi, rangini o'zgartirsak bo'ladi, show hide qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni hide'ni bosdim, yashiradi, show'ni bosdim, ko'rsatadi. Shunga oid bo'lgan buyruqlar jamlanmasi joylashgan ekan Works bo'limida. Hop, keyingi qismi Sound bo'limi. Sound bo'limida biz Scratchga emas, Sprite'ga ovozlar qo'shsak bo'ladi. Yana bir narsani aytmoqman, Scratchning imkoniyatlari. Scratch orqali ko'p ishlar qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, oddiy, sodda animatsiyalardan boshlab murakkab turdagi o'yinlargacha. Dino Game'da o'ynaganmisiz? Yo'q, o'ynamaganman. Keyin savol bor edi ustoz. Aha. Animatsiya yasaymiz-ku, Ha. Telegram yoki birorta ijtimoiy tarmoqda foydalansa bo'ladimi yo faqat Scratchda o'zida ishlaydimi u? Animatsiyami? Deylik biz bitta animatsiyani yaratdik. Hop. O'sha misol uchun Telegram ijtimoiy tarmog'iga beradigan bo'lsak, animatsiya ko'rinishi biz o'ylagandaqa bo'ladimi yoki faqat Scratchda o'zida mavjud bo'la xolasmi? Hop. Qarang. Uni to'g'ridan-to'g'ri Telegramga tashlaydigan bo'lsangiz, fayl sifatida bo'ladi. Boshqa odam ham Scratchga kirib olib turib, boyagi kompyuteringizdan yuklab oling degan tugmani bosadi va yuklagan narsasini topib olib turib, keyin ochadi. Boshqa paytda ocha olmaydi. Telefondan kiraman desangiz ham ocha olmaysiz. Sababi telefonda menimcha Scratchni ishlatib bo'lmaydi. Yoki bo'larmikan, aniq bilmayman, ishlatib ko'rmaganman. Lekin Scratchni telefondan ishlatish agar iloji bo'lsa, o'ta qiyin. Undan kompyuterda foydalanganingiz yaxshi. Endi Scratchda yasagan dasturni kimgadir prezentatsiya qilib bermoqchi bo'lsangiz, uni qisqa video qilib o'zingiz zapis qiladigan programmalarda yozsangiz bo'ladi. Siz ko'rib turgan Scratchda qilingan ishlar xuddi shu ko'rinishda olinyapti. Ya'ni videoga olishyapti bolalar yoki boshqalar. Hop. Scratchni imkoniyatlari haqida gaplashayotgandik. Scratchni imkoniyatlari juda ham ko'p. Albatta cheklangan, cheklov bor. O'ta darajada professionalniy emas. Lekin yaxshi ishlar qilsa bo'ladi. Misol uchun animatsiya yasasa bo'ladi dedik, o'yin yasasangiz bo'ladi yoki bo'lmasam robototexnikaga oid birorta konstruktor bo'ladigan bo'lsa, misol uchun MakerZoid degan to'plam bor, Bedo degan to'plam bor. Endi mana shu to'plamlarga, konstruktorlarga robot yasab turib, ana shu robotingizni dasturlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Hop, imkoniyatlari zo'r. Keyingisi aytdik, o'yin yasasak bo'ladi dedik. O'yinda bilasiz, animatsiyalar kuchli rol o'ynaydi va u animatsiyada ovoz ham bo'lishi kerak. Endi mana shu ovozlarga oid buyruqlar sound bo'limida joylashgan. Sound bo'limida mana ovoz qo'ysak bo'ladi. Hop, ovoz. Menimcha, ana OBSdagi video zapis yoqqanim tufayli ovozini chiqarib bermayapti. Chiqishi kerak o'zi aslida. Hop, ovozlarga oid buyruqlar joylashgan ekan. Ovozni hattoki montaj qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni birorta pianinoni notasi orqali bir notadan ikkinchi notani chiqarsangiz bo'ladi. Misol uchun do degan notadan eng ingichka xuddi shunaqangi kod blogini ham chiqarsangiz bo'ladi. Montaj qilib. Uni ham darslar davomida o'rgatib olishga harakat qilaman. Xo'p, endi eventslar bo'limi. Events degani bu hodisalar degani.
qanaqangi hodisalar deyishingiz mumkin. Hozir qarang, mana bu yerda 3 ta bo'lim bilan gaplashib chiqdik, tanishib chiqdik. Umumiy ma'noda start sound orqali mana shu ovozni ijro etsa bo'lar ekan. Endi bu say orqali bitta ustiga bosib qo'ygan bo'lsam, mana hello degan so'z 2 sekund mobaynida chiqib turibdi. Bu qachon sodir bo'lyapti? Qachonki buni ustiga bossam. Endi hozirgi tanishadigan bo'limimiz events bo'limi. Events bo'limi orqali aynan mana shu buyruqlar 10 qadam yursin, o'ngga aylansin, chapga aylansin, keyin ko'rinishga o'tsin, mana bu kostyum tanlasin, razmeri o'zgarsin, rangi o'zgarsin deydigan kod bloklari qachon ishlasin? Qanday hodisa sodir bo'lganda ishlasin degan savolga mana bu events degan bo'lim javob beradi. Ya'ni bayroqcha, ya'ni when bayroqcha clicked deyapti. Ya'ni qachonki bayroq bosilganda. Buni ustiga bossam ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu yerda ham bayroqcha bor. Shuni ustiga bossam ham bo'ladi. Hop, yoki bo'lmasam mana bu yerda when this sprite clicked degani bor. Qachonki sprite'ni ustiga bosganimda ishlaydi. Men bayroqchani bossam ham ishlamaydi. Bu sprite'ni ustiga bossam ishlaydi. Shunga o'xshagan hodisalar joylashgan. Ovoz shovqini qanchadir me'yordan ortadigan bo'lsa ishlasin yoki bo'lmasam xabarlar bilan ishlash. Buni ham darslarimiz davomida ko'rib chiqamiz. Charchab qolmayapsizmi aka? Charchatib qolmayapman. Davom etaveramiz. Xo'p, bo'ladi. Keyingi bo'lim bizda kontrol bo'limi. Kontrol ya'ni nazorat bo'limi. Bu bo'lim ham biroz o'zgacha, ajoyib bo'limlardan biri hisoblanadi. Ya'ni wait bor. Wait. Misol uchun keling, mana bu move 10 steps, ya'ni 10 steps degan buyruqdan olaman. 10 qadam yursin qachon? Qachonki olmani ustiga bosganimda. Endi shunga jdays degan buyruqni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni kutish rejimi. 10 qadam yursin qachon? Qachonki bayroq sprite'ni ustiga bosganda. Endi shunaqangi jarayon ham bo'ladi. Misol uchun 10 qadam yursin. Qachon? Ustiga bosganda, lekin bosishim bilan emas, 3 sekund kutib keyin yursin. Shunaqangi ssenariy bo'ladigan bo'lsa, aka o'yinimizda mana shu wait qismidan foydalanamiz. Endi buni ichiga necha yozadigan bo'lsak, shuncha sekund hisoblab beradi, kutib beradi. Hop, buni ustiga bosaman. Ustiga bossam 1 sekund kutib keyin yuradi. Ayni. Bu kod bloklarni orasiga yozilgan raqam bu shunchaki namuna sifatida yozilgan xolos, o'rtacha. Buni o'zimiz istagancha 100 yoki onli son bo'lishi shart emas, 159 qilib yozib qo'ysam ham bo'ladi. Ustiga bosadigan bo'lsam 1 sekund kutadi va 159 qadam surib beradi. Hop, shu kontrol bo'limida yana mana shu yurish jarayonini davomli qilsa bo'ladi. Forever degani bor, har doim. Har doim to'xtamasdan yuraveradi. Buni bera qolib kelaman, ketdi mana. Yurib ketdi. Forever shu. Endi repeat bu takrorlash necha marotaba? 10 marotaba. Buni olib kelaman, to'xta. Yurib ketyapti. Sababi dasturim mana orqasidan soya beryaptimi, ishlab ketib qoladi. Mana shunaqangi yurib ketib qoladigan bo'lsa, biz qilishimiz kerak, dasturni to'xtatishimiz kerak. Ustiga bosdim, ketdi. Mana bu ishlab ketib qolyapti-da, buni bera qo'yishim kerak. Ustiga bossam mana 1 sekund kutadi. Yursin deb qo'ymoqman mana. Ustiga bosdim, 10 qadam yurib berdi. 10 marta. Endi mana shu harakatlanish jarayonida yondan nimadir chiqsa yoki sprite qaysimgadir tegsa yoki X o'qi bo'yicha necha qadamdir markazdan o'ngga yoki chapga o'tib ketsa yoki tepaga surilib ketsa yoki pastga tushib ketadigan bo'lsa, shunaqangi jarayonlarni aniqlash uchun biz if else degan tushunchalar bor, shulardan ham foydalanib o'tsak bo'ladi. Ya'ni agar ifni qo'llaydigan bo'lsak, agar mana bu olma devorga tegadigan bo'lsa,
boshiga qaytib qolsin yoki bo'lmasam olma keyingi ko'rinishga o'tsin deb belgilab qo'ysam bo'ladi. Endi mana shu jarayondagi agar degan narsa mana bu kod bloki hisoblanadi. Xuddiki agar yomg'ir yog'sa zontigimni olib olaman. Yog'masa uyga qo'yib qo'yaman. Qor yog'sa paltoyimni kiyaman, yog'masa kiymayman. Qornim ochsa choy ichaman, ochmasa ichmayman. Xo'p, xuddi shunga o'xshagan kod bloklari joylashgan ekan kontrol bo'limida. Umumiy har bittasiga yana batafsil to'xtalib kirib ketamiz. Hozir umumiy ma'noda tushuntirish beryapman bu yerda. Xo'p, tushunyapsizmi aka? Savollar bo'lsa bemalol. Yo'q, hozircha yo'q. Aha. Qarang. Pastda keyingi bo'lim bizda sensing. Sensing degani sezgirlik degani. Hozirgina aytib o'tdimku, agar devorga tegadigan bo'lsa dedim-ku. Endi mana shu narsa sensing bo'limida. Devorga tegishini qanday aniqlaydi? Mana bu sensing bo'limidagi buyruqlar orqali. Touching mouse pointer yoki edge degani bor. Touching tegish yoki teginish degani, edge to'siq. To'siqqa tekkanda, ya'ni devorni nazarda tutyapti. To'siq degani to'rali tomondagi. Agar devorga tegadigan bo'lsa, agar buni olib tashlaydigan bo'lsam, hech narsa. Agar degan ma'no beradi hozir. Endi buni qo'yib qo'yadigan bo'lsam, bu ana shu agarning ichidagi shart. Devorga tegadigan bo'lsa degan. Shaklni ko'radigan bo'lsangiz ham, shakli bir xilgina tushyapti. Nima bo'lsin? Xo'p, keling amaliy sinab ko'rsataman. Kodlarni o'chirib tashlayman. Next backdrop bo'lsin. Xo'p, bizga forever kerak. 10 qadam yursin. Agar devorga tegadigan bo'lsa, next costume'ga o'tsin mana. Hop, next backdrop. Uzr, backdrop emas. Next costume. Backdrop degani orqa fon degani. Yana shuni olaylik. Sveta muzika bo'lib ketdi-yu. Ustiga bitta bosadigan bo'lsam, yurib ketdi, devorga tegdimi, o'sha keyingi ko'rinishga o'tyapti. Qarang, mana bu yerda o'chib yonyapti. Bunga sabab mana bu dastur har doim ishlab turibdi, har doim devorga tegib turibdi va har doim next costume bo'lyapti. Va jarayon o'ta tez bo'lganidan tezlik bilan keyingi ko'rinishga o'tayapti. Sensing bo'limida shunaqangi narsalar bor. Operatorlar bo'limida ham misol uchun mana bu yerni markaz deb oladigan bo'lsak, sahnani markazidan qanchadir masofa, ya'ni o'ngroqqa o'tib ketadigan bo'lsa yoki pastroqqa tushib ketadigan bo'lsa, nimadir bo'lsin deb yozib qo'ysak bo'ladi. Solishtirish, matematik amallar bor bu yerda. Qo'shsiz bo'ladi, ayirsiz, ko'paytirsiz va bo'lsiz bo'ladi. Bu narsalar odatda matematik o'yinlar yoki dasturlar yasayotganda ko'proq foydali bo'ladi va ishlatamiz. Biroq sekin dasturlashga chuqurlashib boraveramiz. Round degani bor, mod bor, contains bor. Ya'ni contains degani Apple degan so'zni ichida A harfi bormi degani. Xo'p, bunga bitta qarab qo'yaman, zaпрос kelmadi. Mayli. Aha. Shunga oid buyruqlar jamlanmasi bor. Operatorlar bo'limi ichida. Variable bo'limi. Variable bo'limida biz o'zgaruvchilar bilan ishlashimiz mumkin. O'zgaruvchilar nima deydigan bo'lsangiz, o'zgaruvchilarda siz shunchaki korobkaga qiyoslasangiz bo'ladi. Korobka pustoy bo'ladi yoki ichida narsa bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, siz oilaviy biror yoqqa ko'chyapsiz. Korobka desak, boshqacharoq tushuntiray, qattiqroq yashik. Hammasi bir xil, lekin yashikni tashidan ko'radigan bo'lsangiz, tashqi qismidan ko'radigan bo'lsangiz, ichi umuman ko'rinmaydi. Xo'p, bu vaziyatda uyingizdagi narsalarni ana shu yashiklarga solaveradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Uni ajrata olmay qolasiz oxirida olayotganda. Shuning uchun nima qilib qo'yish kerak?
yashikni korobkani ustiga yozib qo'yish kerak. Kitoblar, oziq-ovqat, qurilish materiallari, hop yeguliklar, oyoq kiyimlar xuddi shu ko'rinishda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi mana shu bo'sh yashigimiz, mana bo'sh yashik, uni ichida hech narsa yo'q yoki narsa bo'lishi mumkin. Mana 5 bo'lishi mumkin. Endi mana shu yashigimizning nomi va mana shu nom nechiga tengligi. Xuddiki matematikadan xabarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi narsa bor. Xo'p, a plus ko'rinmayapti. Buni to'qlashtiraman. A plus B teng S bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'rashi mumkin, S ni qiymati nechi deydigan bo'lsangiz, hozir bu yerda S ni qiymati o'ta darajada mavhum turadi. Ya'ni noaniq. Topa olmaysiz. Endi sizga variantlar beriladigan bo'lsa, B ni qiymati minus 1 deydigan bo'lsak, S ni qiymati o'z navbatida kelib chiqadi. Shunga o'xshagan narsa. O'zgaruvchilar ham. Xo'p, buni o'chirib yuboraman. Kod qismi. Va so'nggisi my blocks. Bu orqali nima qilsak bo'ladi? Misol uchun, sprite devorga tekkanda orqaga qaytsin degan birorta funksiya bo'lishi mumkin. Funksiya degani birorta ishni bajarilish jarayoni. Yurish devorga tekkanda orqaga qaytsin degan funksiya. Mana shuni bitta umumiy qilib turib idishga solib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bog'lab, taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu narsalarni biz my blocks qismida tanishib o'tamiz. Va bu yerda list degan qism bor. Kichkina bu yoqqa qo'yishmagan. List orqali juda ajoyib o'yinlar yasasak bo'ladi. Hop. Menimcha kod bloklari qismini tugatdik. Savolingiz bo'lsa, bemalol eshitaman. Oxirgidagi list bo'yicha keyin my block qaytadan tushuntirib yubora olasiz? Albatta. Qarang. Misol uchun bizda nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda bowl, ya'ni idish degan narsa bor. Shunaqangi o'yin ko'rganmisiz? To'xta. Tepadan meva tushib keladi va pastdan mana bu idishni u yoq bu yoqqa yurgizib tutib olasiz. Ha, ko'rganman. Endi qarang, bu yerda bir nechta jarayon bajariladi, ish bajariladi. Ya'ni aynan mana shu poddonni o'ngga va chapga yurgizish buyruqlari turibdi. Siz u narsani mana bu yerdan buyruqlarni ichidan o'zingiz tartiblab, saralab bu yoqqa o'ng tomonga olasiz va yig'asiz. Endi mana shu yig'ilgan kodlarni bitta qilib idishga solib qo'yasiz. Bu nimaga kerak? Boshqa sprite'da ham mana bu sprite yoki ikkita yoki boshqacharoq sprite bo'ladigan bo'lsa, ana shu sprite'da ham xuddi shu, ya'ni o'ngga va chapga yurish funksiyasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, endi boyagi boylab qo'ygan idishni ichiga solib qo'ygan kodlarimiz bor-ku, ana shu idishni nomi bilan bitta chaqirib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Qayta bu funksiyani noldan yozib o'tirmaysizda, funksiyani nomini chaqirishingizga yetib keladi. To'g'ridan-to'g'ri ishlab beradi. Misol uchun, qarang. Men hozir motion bo'limini tushuntirib bo'ldim, to'g'rimi? Men bitta funksiyani bajarib bo'ldim. O'zimdagi motion degan bo'limni umumiy ma'noda tushuntirish kerak bo'lgan joylarni tushuntirib bo'ldim. Endi siz qayta so'rashingiz mumkin yoki boshqasi Alijon yoki Valijon so'rashi mumkin. Bu vaziyatda men nima qilaman? Endi aynan ana shu paytdagi tushuntirilgan narsalarni alohida telefondan zapis qilib oladigan bo'lsam, Alijon yoki Valijon, mana men zapis qilib oldim, eshitib oling deb qo'yib berishim ham mumkin yoki tashlab berishim ham mumkin.
bunga alohida yana o'sha joyga qaytib o'tirilmaydida. Bu shunaqangi narsa. Ya'ni MyBlog bir nechta qilingan ishlarni, ya'ni umumiy ma'noda bitta ish bo'ladigan bo'lsa, ana shu bitta ish yoki bir nechta ish bo'lishi ham mumkin. Bir nechta ishlarni bitta idishga solib qo'yadi a, va ana shu idishga nom berasiz. Nomni boshqa joyda chaqiradigan bo'lsangiz, ana shu idishni ichidagi buyruqlar qayta sizga ishlab beraveradi. Tushunarli. A, List qismi bo'ladigan bo'lsa, list qismidan hozir tushuntirsam biroz murakkab bo'lib ketadi. List bu ro'yxat degan. Misol uchun dadamiz yoki onamiz yoki buvamiz bozorga jo'natishi mumkin yoki o'zimiz o'rtoqlar bilan osh qilmoqchi bo'lsak yoki nimadir qilmoqchi bo'lsak bozorga tushishimiz mumkin. Bozorga borayotganimizda bizga misol uchun o'zimiz ukamizga ham bor do'konga borib biror narsa olib kelib ber deydigan bo'lsak, u katta ehtimol bilan esidan chiqib qoladi. Shuning uchun olinishi kerak bo'lgan narsalarni bitta ikkita narsa bo'lsa esdan chiqmaydi, lekin ko'p narsa bo'lsa esdan chiqib qoladi. Misol o'zimizda ham shundayda. Bayramlarga biror bozorlik qiladigan bo'lsak, uni biror joyga yozib olamiz. Olinishi kerak bo'lgan narsalar. Bu list ham xuddi shunday ro'yxat hisoblanadi. O'zgaruvchi tuman futbolchilar, avtomobillar, mevalar va hokazo birorta ro'yxat tuzib oladigan bo'lsangiz, ro'yxatga nom beradigan bo'lsangiz, endi mana shu ro'yxatni ichiga o'ziga tegishli bo'lgan buyruq tuman nomlarni qo'yib olsangiz bo'ladi. Mevalar bo'ladigan bo'lsa, olma, o'rik, apelsin, shaftoli va hokazo ketaveradi. Ro'yxatni tushunish qiyin agar dasturlashdan oldin xabardor bo'lmagan bo'lsangiz. Besiz. Savollar aka. Savollar yo'q. Hozircha bo'limlar bilan tanishib chiqdik. Menimcha bir qator yana o'zim harakatlantirib, bo'limlar bilan keyin yanada boshlanadi. Ha, hozir men tushuntirganim umumiy ma'noda tushuntirdim. Aynan event bo'limida nimalar bor, kontrol bo'limida nimalar bor, umumiy ma'noda aytib berdim. Har bittasiga to'xtalib o'tilganim yo'q. Bundan buyog'iga har bitta bo'limga kirib chiqaveramiz. Bitta buni olamiz, buni ishlatib ko'ramiz yoki buni ishlatib ko'ramiz, nima vazifa bajarishini tushuntirib beraman. Umumiy ma'noda tushuntirib chiqdim xolos hozir. Bo'ldi, tushunarli. So'z rahmat. Aha. Hop, keyingisi kostyum tabi. Bu kostyum tabida ko'radigan bo'lsak, spraytni ko'rinishini tahlillasak bo'ladi. Ruscha qilib aytganda, izminist qilsak bo'ladi. Mana bu yo'ldan bu rang yoqmayaptimi? Mana buni tanlab olaman. Mana bu idishni, hop, kraska bankani olaman. Yashilga bo'yamoqchiman. Nima qilaman mana? Bo'yayman. O'zim istagan joyimni bo'yab olsam bo'ladi. Mana. Hop. Mana bitta qarab qo'yamiz. Zaпрос kelmadimi? Zo'r. Shunday. Tekst yozsak bo'ladi ustiga yoki burchaklarni yo'qotsak bo'ladi, radius bersak bo'ladi, bo'yasak bo'ladi, doira tuzsak bo'ladi yoki bo'lmasam to'rtburchak tuzsak bo'ladi, chiziqcha tuzsak bo'ladi. Va hokazo. Va bu yog'idan boshqa spraytlarni ham qo'shib olsak bo'ladi. Kostyum qismida shu narsalar bor. Sound qismida boyagi aytganim ovozlarni montaj qilish imkoniyatlari bor. Misol uchun hozir bosdim, video zapis ovozni yozayotganligi uchun mikrofon band, shuning uchun ishlamayapti. Ovozlarni pastor orqali tezlashtirsak bo'ladi, sekinlashtirsak bo'ladi, balandlashtirsak bo'ladi, pasaytirsak bo'ladi. Bezzvuk, fade in, fade out bu musiqani qo'yib kolonkani sekin ovozini ochasiz-ku, xuddi shu narsa belgisi musiqani bitta baland qilib qo'yasizda, sekin pasaytirasiz. Shu narsa reverse ovoz teskarisiga o'girib beradi, ovozni robotlashtirib beradi.
ana shu mavzuga kelganda yana bir batafsil tushuntirib o'taman bu narsalarni. Mayli. Hmm. Sound bo'limida, sound qismida shu narsalar bor. Endi kod qismiga o'tib, mana bu ikkinchi o'rtadagi bo'lim bilan tanishadigan bo'lsak, bu joyda bir necha bor ishlatyapmiz halidan beri. Bu bizni ishchi stolimiz hisoblanadi. Jamiki kodlar mana shu yerga yoziladi. Mana. Bu yo'ldan plyus bossak yaqinlashadi, minus bossak uzoqlashadi. Tengni bossak stabilniy holatga keltirib beradi. Hop. Bu o'ng tomoni ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Yuqori qismi va past qismi. Yuqori qismida eng birinchi bo'lib bayroqcha, bu dasturni ishga tushirish. Ishga tushgan dasturni to'xtatish. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu joyini katta yoki kichkina qilib beradi. Bu full ekran qilib beradi. Mana. Buni bosaman mana. Xo'p, mana shu ko'rib turgan qismimiz bizda sahna deb ataladi. Mana bu yerda yozgan kodlarimiz natijasi sahnada ko'rinadi. Sahnamiz bizda stage deb ataladi. Mana stage. Endi pastki qismiga tushadigan bo'lsak, pastki qismi kichik sozlamalar hisoblanadi. Sprite nomi, X pozitsiyasi bo'yicha joylashuv, Y pozitsiyasi bo'yicha joylashuv. Bilsangiz, X pozitsiya o'ng va chap tomon hisoblanadi. Y pozitsiya tepa bilan past. Xo'p, sprite'ni show qiladigan bo'lsak, o'zi show holatda turibdi. Hide qiladigan bo'lsak, mana yashirib qo'yadi. Mana bu idishimiz. Size o'lchami buni 200 o'lchamga keltirib olsak ham bo'ladi. Direction yo'nalish. Mana. Bu idishni og'dara olsak ham bo'ladi. Bemalol. Xo'p, pastda sprite'larimiz ko'rinib turibdi. Nechta sprite ishlatgan bo'lsak, hammasi ko'rinib turibdi. Mana bu mushukchani rasmchasi orqali sprite'ni qo'shib olsak bo'ladi. Qarang. Pastdan boshlayman. Mana bu mushukchani rasmi bor rasmchi va lupani bossak, ikkalasi bitta joyga kirib beradi, ya'ni Scratchni o'zini kutubxonasiga kirib beradi. Mana shu kutubxona orqali o'zimizga yoqqan sprite'larni, ya'ni qahramonlarni tanlab bemalol ishlasak bo'ladi. Juda ko'p. Mana bu yerdan filtrlab olsak bo'ladi. Hayvonlar o'zini chiqarsin desak, yoki odamlar yoki fantastika ketaveradi. Fashion zamonaviy, letter harflar va hokazo ketaveradi. Yoki beroqdan nimadir deb Apple deb yozadigan bo'lsa, Apple'da chiqarib beradi. Filtrlab olsak bo'ladi. Bu ikkalasi bitta joyga otib beradi, o'tkazib beradi ya'ni. Keyingisi mo'y qalam orqali sprite'ni o'zim chizib olsam bo'ladi. Mana bu yerdan chizib olsam bo'ladi. Boyagi kostyum qismiga o'tkazib beradi. Kostyum qismi bilan mana bu qismi ikkalasi bitta joy. Lekin bu joydan bosadigan bo'lsam, yangi sprite ochib berib, uni kostyum qismiga o'tkazib beradi. Endi bu bowel, ya'ni idishni ustiga bosib kostyum qismiga o'tadigan bo'lsam, aynan idishning kostyum qismiga o'tkazib beradi. Keyingisi mana bu yulduzcha surprise deb qo'yibdi. Mana bu yerda ko'rgan kutubxonadagi ana shuncha sprite'lar bor-ku, shularning ichidan tasodifiy bittasini chiqarib beradi. Ayiq, keyingi safar boshqasi, maymun, ketaveradi. Kompyuter va hokazo. Mana bu yonida, agar bu sprite'ni ustiga bosadigan bo'lsangiz, korzinka, ya'ni idish chiqadi. Mana shuni ustiga bosaman desangiz, kerak bo'lmaydigan bo'lsa sprite, shuni ustiga bosasiz, mana bu yerdan tasdiqlaysiz o'chirishni va o'chirib ketadi. Endi bu tomon bizda backdrop, ya'ni orqa fon hisoblanadi. Buni ustiga bosadigan bo'lsam, mana orqa fon tanlandi. Ko'radigan bo'lsak, aktivlik bu tomonga o'tib qoldi. Endi buni ustiga bossam, aktivlik mana bu yerga o'tib qoldi. Bu bunisiga va hokazo. Bunga bossak, bu yoqqa o'tib qoladi. Pastdan biz orqa fon qo'yib olsak bo'ladi. Orqa fon ham mana bu sprite tanlashiga o'xshaydi. Adashib ketmasligimiz kerak. Sprite tanlayotganda mushukchani rasmi bor. Bunisida
kartinkani rasmi bor. Bunda ham xuddi shu funksiyalar. Bitta narsani tushuntirmabman. Agar menga kerakli, tegishli sprayt bo'lmaydigan bo'lsa, unda nima qilaman? Unda kompyuterimdan ana shu menga tegishli kartinka yoki sprayt yoki ko'rinish kompyuterim xotirasida bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisini bosaman upload sprite va kompyuterim xotirasidan ana shu spraytni yuklab olishim kerakman. Maze labirint. Mana shuni sprayt ko'rinishida endi ishlatsam bo'ladi bemalol. Belodan ham xuddi shunday funksiyalar. O'zimga kerakli bo'lgan orqa fon yo'q bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisini bosaman. Manzara. Bu boyagi mana bu kutubxona ichidan tasodifiy bittasini chiqarib beradi. Hop, bu orqa fonni o'zimiz chizsak bo'ladi. Bu orqali, ikkalasi orqali kutubxonaga kirolsak bo'ladi. Hop, Scratch interfeysi shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Faqat mana bu extension qismidan tashqari. Bu extension qismida biz nima qila olamiz? Extension nima degani? O'zi qo'shimcha funksiya degani. Scratchni yanada qulay ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha funksiyalar. Buni ustiga bosaman, ko'rasiz. Musiqa yasasak bo'ladi, pen tooldan foydalansak bo'ladi yoki bo'lmasa video sensinglardan foydalansak bo'ladi. Qo'shimcha sozlamalar ko'p. Endi boya aytib o'tdim, robototexnikadan ham foydalansa bo'ladi dedim. Mana shu robototexnika orqali mana bog'lasak bo'ladi. Vedo degan to'plamni bor yoki bo'lmasam Mindstorm, ya'ni Evtly degan to'plamlar bor. Mana shularni ham bemalol ulab ishlatsak bo'lar ekan. Interfeys haqida shular edi. Hop, savollar aka. aka. Xafa Yo'q, bo'lmasa ishqilib. yo'q aka. Yo'q. Ko'rib chiqdim, keyin tarqamay ketdim, takrorlab unaqa qilib chiqdim. Mhm. Hop.